Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda oliy matematika fanining mavzularidan biri bo'lgan bo'laklab integrallash mavzusidan tanishib o'tamiz. Xo'p, bu mavzu asosiy demak bu yerda maqsad qo'yishimiz kerak. Mavzu bo'laklab integrallash nima uchun kerak bizga? Bu integrallash qariyb fizikaning amaliy masalalarida 90% da ishlatiladigan matematikaning asosiy tushunchasidan bittasi. Bu ko'pincha matematikaviy, fizikaviy masalalarni qanaqadir matematikaviy yo'lga olib kelingandan keyin fizikaviy jarayon. Matematik qismiga yetib kelsa, uni qandaydir integrallar paydo bo'lsa, biz albatta bo'laklab integrallashga murojaat qilamiz. Buning uchun albatta biz bu mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishimiz kerak. Xo'sh, demak, bo'laklab integrallash. O'zi integrallash umuman biror bir funksiyani integral berilgan bo'lsa, uni integrallashning bir necha usullari mavjud. Shu usullardan mana bu keltirib o'tamiz. Integrallash usullari, demak, jadvaldan foydalanib integrallash, o'zgaruvchilarni almashtirib integrallash hamda bo'laklab integrallash usuli. Bo'laklab integrallash usulini demak biz umumiy holda keltiramiz, ya'ni aniq emas hamda aniq integrallar uchun. Va birinchi boshlaymiz aniq emas integrallar uchun bo'laklab integrallash qanday ko'rinishda bo'ladi? Faraz qilaylik, bizga mana u barobar ux va v barobar vx funksiyalar a b intervalda berilgan bo'lsin. Funksiyalar berilgan bo'lsin. Ya'ni u barobar demak ux va v barobar vx. Bu yerda x qarashli qandaydir a b interval. Yoki umumiy holda x barobar umumiy holda x qarashli haqiqiy sonlar to'plamini olishimiz mumkin. Demak, mana shu u va v funksiyalarimiz berilgan oralikda, ya'ni umumiy holda umuman to'g'ri chiziqda qanday qilib integrallash mumkin? Integrallash usulida qanday ko'rinishda bo'ladi? Mana bu yerda bo'laklab integrallashning umumiy teoremasi keltirilgan. Ya'ni teorema nima deydi? Agar u va vx funksiyalar a b intervalda differensiallanuvchi bo'lib, mana bu integral, ya'ni integral vx d ux integral mavjud bo'lsa, u holda integral ux dvx integral ham mavjud bo'ladi va mana bunday tenglik o'rni bo'ladi. Yana buni qisqacha ko'rinishini yozadigan bo'lsam, demak, berilgan mana funksiyalarimiz u barobar ux hamda v barobar vx funksiyalarimiz x qarashli a b oralig'ida differensiallanuvchi bo'lib, mana bu integral mavjud bo'lishi v d mavjud bo'lsa, u holda deydi u dv integral ham mavjud bo'ladi va quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi. U v minus v d. Biz mana shuni bir formula ko'rishda belgilaymiz va mana shunday tenglik o'rinli bo'ladi. Demak, bu yerda yana bir bor qaytarib o'tiraman. Teoremada bizga berilgan oldindan mana u barobar ux hamda v barobar vx funksiyalar x o'zgaradi bu yerda a b da, umumiy holda umuman to'g'risida o'zgaradi. Xo'p, differensiallanuvchi bo'lib mana bu u va v funksiyalarimiz. Mana bu integralimiz mavjud bo'lsa, u holda bu integral u dv integral ham albatta mavjud bo'ladi va mana bir tenglik o'rinli bo'ladi. Bu demak aniq emas integrallar uchun bo'laklab integrallash formulasidir. Endi mana shu integrallash aniq emas integrallar uchun bo'laklab integrallashni mana tenglik o'rinli bo'ladi deb aytdik. Endi mana shu tenglikning isbotiga to'xtalib o'tamiz. Isbot. Demak, teoremani isbotlashning 3 xil usuli mavjud. Birinchisi to'g'ridan to'g'ri, ikkinchisi demak teskarisini faraz qilib, uchinchisi esa matematika induksiya. Asosan ko'p qo'llanilgan usullar matematika induksiya usuli, lekin bu bizning holda demak to'g'ridan to'g'ri teoremani berilgan shartdan foydalanib, mana bir tenglikni keltirib chiqaramiz. Buning uchun bizga aytyapmiz, u va b funksiyalar a b oralig'ida differensiallanuvchi bo'lib, mana bu integralimiz mavjud bo'lsin. Demak, bu nima degani?
agar u va b funksiyalar differensiallanuvchi bo'lsa, ularning ko'paytmasi ham albatta differensiallanuvchi bo'ladi. Ya'ni mana bu differensialimiz odatda mana shunday ko'rinishda belgilaymiz. Demak, u ko'paytirilgan b funksiyamiz teorema shartiga ko'ra differensiallanuvchi, ularning ko'paytmasi ham albatta differensiallanuvchi bo'ladi. Bu differensial xossasidan ma'lum. Ana endi ikkita murakkab funksiya ko'paytmasining differensiali nimaga teng bo'ladi? Buni oldindan tanishib o'tganmiz. Buni differensiali birinchi funksiyaning differensiali ikkinchi funksiya oldinga chiqadi. B ko'paytirilgan du minus ana endi birinchi funksiya oldinga chiqib, ikkinchi funksiya differensiallanadi. Mana shunday ko'rinishdagi ikki munosabat o'rinli. Yana bu oddiy o'sha demak plus ishora ko'paytma ikkita murakkab funksiya ko'paytmasining differensiali. Ana endi biz yuqorida aytdik, mana bu integralimiz mavjud bo'lsin. Demak mavjud bo'lsa, va differensiallash qoidasidan biz yana mana bunday ifodani yozishga haqqimiz bor. Integral duv integral vdu plus integral u dv. Mana shunday ifodani yozishga haqqimiz bor. Demak, hamma ikkala tomondan integralga yubordik. Ana e'tibor berayotgan bo'lsak, mana bu yerda integral ostida bir funksiya qatnashadi. Endi birning funksiyasi. Demak, oxirgi ifodani quyida ko'rinishda yozamiz. Ya'ni demak, oxirgi ifodamiz qanday ko'rinishda edi? duv integral vdu plus integral udv. Ana endi alifbas integralning asosiy xossalaridan bittasi. Mana xossasini men keltirib o'taman. Mana agar integrallashda funksiyamiz differensial ortida bo'lsa, ya'ni mana x, u holda mana bu funksiyaning integrali ana phi x plus c ga teng bo'ladi. Mana o'shandan foydalansak, mana bu yerda demak 1 qatnashyapti. Mana xossaga e'tibor berayotgan bo'lsak, bu yerda ham 1 soni bor. Demak, bu differensial ortidagi funksiyaning o'zi chiqadi, hamda c o'zgarmas son qo'shiladi. Bu yerda ham fx ning o'rnida bizda u ko'paytirilgan b murakkab funksiyani ko'paytmasi kerak. Demak, mana bu integralni bunday ko'rinishda yozadigan bo'lsak, bu holda mana bu narsani yoza olamiz. u v demak, u ko'paytirilgan b plus c ko'rinishda yoza olamiz. Demak, buning umumiy ko'rinishi quyidagicha ekan. U ko'paytirilgan b plus c barobar. Integralni o'zini yozaman. du plus integral u dv. Demak, mana shunday xo'p, tenglikka keldik. Ana endi maqsad biz yuqoridagi mana bu formulani keltirib chiqarish. Mana endi mana bu oxirgi tenglikka e'tibor berayotgan bo'lsalaring, xo'p, bu yerdan mana bu ikkinchi integralni topsak, quyidagiga bo'lamiz. Integral u dv teng bo'ladi. Demak, mana bu birinchi integralni ikkinchi tomonga o'tkazamiz, chap tomonga. Demak, bu integralning o'zi qoladi. Demak, u ko'paytirilgan b integralimiz minus o'tadi, minus integral b du. Ya'ni biz o'sha o'zimiz mana teoremada aytilgan mana bu tenglikka keldik. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, xuddi o'shaning o'zi. Endi savol paydo bo'lishi mumkin, mana bu yerda c o'zgarmas soni qayoqqa ketdi? Bu aslida o'zgarmas soni biz mana bu yerda ikkinchi integralni integralganmiz yo'q. Agar buni ham boshlang'ich funksiyasini olib integrallasak, u holda bu yerdan qanday c o'zgarmas soni chiqadi. Oldindan minus bo'lganligi uchun biz buni o'sha minusdan yo'qotib yubordik va mana shunday tenglikka ega bo'ldi. Ya'ni demak, bu o'sha biz o'zimiz keltirib chiqarish kerak bo'lgan bir munosabatga teng kuchli munosabat. Buni e'tibor berayotgan bo'lsak, shuning o'zi. Ana endi hop, bu demak integrallashni umuman tushunish uchun bir nechta demak elementar misollar keltirib o'tamiz. Mana bu yerda demak biz demak slaydda ham keltirib o'tganmiz. Mana bu demak misollarni demak talabalarning mustaqil ishlashi tavsiya etamiz deb mana belgilab qo'yganmiz va shulardan ba'zilarini isbotdan keltirib o'tamiz. Bu
Bu yana bir narsani eslatib o'tishni joizki, mana agar integral ostida mana biz aytib o'tganmiz, integral logaritmik funksiya, ko'p xat teskari trigonometrik funksiyalar kelsa, agar mana integral ostida, shuni u x deb olgan maqsadga muvofiq. Ya'ni o'sha integrallash jarayoni tez yakunlanadi. Mana demak shu integrallar ba'zilarini hisoblashni o'rgataman. Demak, misol bir. Demak, quyidagi demak, sizlar bilan boya yuqorida ta'kidlab o'tgan teoremaga tarbiyaga bir nechta misollar ko'rib o'tamiz. Misol bir. Integral x y darajasida x dx. Mana shu integral nimaga teng? Ya'ni bu degani bizda umumiy holda fx oladigan bo'lsak, ximiz x y darajasi x ga teng. Mana shu funksiyaning boshlanishi nimaga teng? Ya'ni umumiy holda aniqmas integral nimaga teng? Xo'p, buning uchun biz quyidagicha belgilashtiramiz. Integral x y darajasida x dx. O'zimga bir chetda men eslatma sifatida yozib qo'yaman. Demak, u sifatda olaman mana x ni. Bu holda mana e'tibor berayotgan bo'lsa, mana formulada bizga du ham kerak. Integral o'ng tomonda du kerak. Shuning uchun biz majburmiz. Demak, u barobar x bo'yicha demak differensiallashga majbur bo'lamiz. Ya'ni ikkala tomonni x bo'yicha differensiallasak bu du, buni o'zi esa x ning differensiali bu dx ga teng. Demak, mana bu qismni to'liq u deb oldim. Bu qismni esa to'liq va umumiy holda demak umumiy holda dv ko'rinishda belgilab olaman. Demak, dv teng bo'ladi y darajasida x dx. Demak, bu yerda bitta funksiya qatnashyapti. Ikkala tomondan demak integral olsam, demak integral buni bir bo'lgan uchun va yuqorida ta'kidlab o'tdik. Bu v ning o'zi chiqadi. Bu yerdan esa y darajasida x. Y darajasida x ning boshlanishi ham hosilasi ham o'zgaradi. Demak, bizga kerakli bo'lgan, ya'ni mana bu tenglikda demak ishlatiladigan asosiy mana v hamda du larni aniqlab oldik. Endi teoremada keltirilgan bir tenglikni keltirib qo'ysak bo'ladi. Demak, bu yerda mana ko'rsak u v. Demak, bizga u x ga teng, v imiz esa y darajasi x. Demak, formulaga ko'ra x ko'paytirilgan y darajasida x minus integral buni e'tibor bersak v du. V imiz y darajasi x ga teng, du imiz esa x ga teng. Barobar. Demak, birinchi funksiyaning o'zi x minus mana bu yuqorida e'tibor berayotgan bo'lsak, biz y darajasi x dx ning aniqmas integralini biz mana bu yerda topib qo'yganmiz. Demak, mana shu narsani o'rniga mana bu integral o'rniga y darajasi x ni olsa bo'ladi. Chunki y darajasi x ning aniqmas integrali o'ziga teng. Y darajasida x plus qandaydir o'zgarmas son. Demak, buni yana soddalashtirib yozishim mumkin. Barobar y darajasi x ni qavsdan tashqariga chiqarib, umumiy ko'paytirish sifatida x minus 1 ko'paytirilgan y darajasida x plus c ko'rinishini oladi. Demak, biz tayyorlayotgan demak masalaning aniqmas integral, ya'ni x y darajasi x dx ning aniqmas integrali teng ekan x minus 1 y darajasida x plus c ga. Demak, mana bu oxirgi yechim berilgan aniqmas mana bu u x hamda y darajasi x funksiyalarining ko'paytmasining aniqmas integrali bo'ladi. Endi mana shundan haqiqatan tekshirib ko'rish uchun, ya'ni mana olingan boshlang'ich haqiqatan ham to'g'riligini tekshirib ko'rish uchun biz odatda mana bu tenglikning o'ng tomondan hosil bo'lgan boshlang'ichdan fosila olamiz.
agar hosilamiz integral ostidagi funksiyani bersa, demak topilgan mana bu funksiyamiz haqiqatan ham integral ostidagi funksiyaning arqmas integrali bo'ladi. Keyin o'shani tekshirib ko'ramiz. Demak, bizga hosil bo'ldi. Demak, pximiz x minus 1 y darajasida x plus c. Demak, tekshirib ko'rishimiz kerak. X teng bo'lishi kerak. Demak, x y darajasi x. Demak, x bo'yicha hosil olsak. Demak, hosil mavjud. Chunki biz yuqorida mana teoremada aytib o'tganmiz. Teoremaga e'tibor berayotgan bo'lsak, u va b'lar bu mana bu oraliqda berilgan. Ya'ni umumiy holda demak differensiallar uchun misolda ham demak mana bu x minus 1 umumiy demak x y darajasi x lar umuman hosilasi mavjud. Ya'ni differensiallanuvchi funksiyalar. Hosilasi demak ko'paytmadan hosil olamiz. Shuning uchun bir marta funksiyani o'zini yozaman. Barabar. Xo'p, mana bu yig'imining hosilasi. Demak, yig'imining hosilasi hosilalar yig'imisiga teng. Bu hosilalar qoidasidan ma'lum bizga. Plus o'zgarmas sonning hosilasi. Xo'p, bizga hosila jadvaldan ma'lum o'zgarmas sonning hosilasi doim nomga teng. Ko'paytmaning hosilasi. Ko'paytmaning hosilasi uchun yana formula yozaman. Mana aytayimizga x ko'paytirilgan gx funksiyalar berilgan bo'lib, ularning ko'paytmasidan hosil olish talab etiladigan bo'lsa, u holda birinchi funksiyadan hosil olamiz. Ikkinchi funksiyani o'zini yozamiz. Plus birinchi funksiyaning o'zini yozamiz-da, ikkinchi funksiyadan hosil olamiz. Mavjud bo'lgan mana shu qoidalardan mana bu oxirgi funksiya uchun qo'llaydi. Ya'ni x minus 1 ning hosilasi ikkinchi funksiyaning o'zi. Plus birinchi funksiyaning o'zi ikkinchi funksiyadan hosil. Barobar. Xo'p, ana endi mana qaroqning ichiga e'tibor berayotgan bo'lsak, x minus 1 ning hosilasi. Xo'p, umumiy holda mana bizga f va g funksiyalarining yig'indisi hamda ayirmasining hosilasi ular alohida olingan. Hosilalar yig'indisi yoki ayirmasiga teng bo'ladi. Mana shu qoidadan e'tibor berayotgan bo'lsak, demak x dan hosila, demak x dan hosila minus keyin 1 dan hosila. Y darajasida x plus bu yerdan hech qanday hosila qatnashayotgani yo'q. Bu funksiyani o'zi ko'payadi. X minus 1 ko'paytirilgan. Y darajasida x funksiyaning hosilasi. Bu o'sha hosilaning jadvalidan ma'lum. Mana yuqorida ta'kidlab o'tdim, o'ziga teng. X. Bu teng bo'ladi. Mana bu yerdan e'tibor bersak, va yana o'sha hosilaning jadvaldan foydalanamiz. X darajasida n ning hosilasi bu n ko'paytirilgan x darajasi n minus 1 ga. O'shanga ko'ra mana bu e'tibor berayotgan bo'lsak, bu yerda 1 bor deb tushunamiz. Chunki x ning birinchi darajasi umuman olganda demak bu yozilmaydi. Ya'ni 1 bor deb biz faraz qilamiz. Demak 1 mana formula qo'yadigan bo'lsak, n ning joyiga 1. Bu holda demak x ning hosilasi 1 tushadi, 1 dan 1 ayriladi. Demak 1 dan 1 ayrilsa, demak 0 x darajasi 0 bo'ladi. 1 ko'paytirilgan x darajasi 0. Biz bilamiz har qanday 0 dan farqli sonning 0 darajasi 1 ga teng. Demak mana bu qism bizga demak 1 ga teng ekan. O'zgarmas sonning hosilasi mana bunga ko'ra 0 ga teng. Umumiy holda. Demak biz nimaga ega bo'ldik? 1 dan 0 ayirsak yana bu 1 ga teng. 1 ko'paytirilgan y darajasida x plus x minus 1 y darajasida x. Barobar. Yana soddalashtiramiz. Xo'p, har qanday songa 1 ni ko'paytirsak, o'sha sonning o'zi. Bu yerda funksiyaga yozgan uchun bu funksiyaning o'zi. Y darajasida x plus buni qarshilab chiqsak, x ko'paytirilgan y darajasida x minus 1 kare y darajasida x. Bu yerda ta'kidlab o'tdik, y darajasi o'ziga teng. Y darajasida x. Barobar. Mana bu yerga e'tibor berayotgan bo'lsak, ikkita bir xil funksiya har bir ishora qiladi. Shuning uchun bularni demak qisqartirib yuboramiz. Demak bizga nima hosil bo'ladi?
x y darajasida x. Ya'ni mana bu narsani nima ko'rsatish talab etilgan edi, haqiqatan o'sha chiqdi. Demak, shuning bilan biz yuqorida mana bu funksiyaning aniqmasi integrali haqiqatan x minus 1 demak ko'paygan y darajasida x plus c ekanligini ko'rsatdik. Buni qanday? Demak, o'sha yuqorida ta'kidlab o'tgan bo'laklab integrallash orqali. Demak, o'sha yuqorida berilgan birinchi masalaning umumiy integrali mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi mana ikkinchi misolni ko'rib o'tamiz. Misol 2. Demak, aniqmas integral arc sinus x dx. Ya'ni arc sinus x demak bu sinus funksiyaga teskari bo'lgan, ya'ni arc demak teskari. Mana shu arc sinus, ya'ni sinusga teskari bo'lgan funksiyaning aniqmas integrali nimaga teng? Bu mana biz slaydda ham keltirib o'tdik. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalar, mana eslatma sifatida agar integral belgisi ostida, ya'ni u x ning o'rniga logaritmik funksiya, ko'p xil teskari trigonometrik funksiyalar kelsa, u x ni belgilash maqsadiga muvofiq deb yuqorida aytib o'tdik. Xo'p. Shuning sababi demak, mana bu integral ostidagi teskari, ya'ni sinusga teskari bo'lgan funksiyani biz demak u x deb belgilaymiz. Va buni esa dv sifatida belgilaymiz. Ya'ni bu integral o'shanda nimaga teng bo'ladi? Demak, belgilab olishimizga ko'ra demak, u teng ekan bu demak arc sinus x ga. Va yuqoridan ta'kidlab o'tdim, bizga kerak du. Formulaga du. Ana endi ikkala tomondan va x bo'yicha differensiyalasini. Buning differensiyali o'ziga teng arc sinus demak. Bu o'sha differensiyalar jadvaliga ko'ra arc sinusning differensiali bu teng dx ta'sir ildiz ostida 1 minus x kvadrat. Albatta mana bu e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ildiz ostida 1 minus x qatnashyapti. Endi biz mana shu yerimizda sohani aytishimiz mumkin. Demak, mana birinchi misolda biz mana shu natijaga erishdik. Endi bo'laklab integrallashga doir ikkinchi masalaga to'xtalib o'tamiz. Demak, misol 2. Integral arc sinus kvadrat x dx. Bu integral nimaga? Xo'p, mana bu biz slaydda keltirib o'tdik. Mana e'tibor berayotgan bo'lsak, mana eslatma sifatida agar mana bunday integralni, ya'ni funksiyalarni aniqmas integralni topishda, umuman bo'laklab integrallashda, xo'p, agar mana bu x ning o'rniga logaritmik funksiya, ko'p xil teskari trigonometrik funksiyalar kelsa, biz albatta o'shalarni u x deb belgilab olishsak, demak tez natijaga erishamiz. Masalan, biz hozir qarayotgan masalada mana bu demak integral ostidagi arc sinus kvadrat x ni demak u x deb belgilayman. Buni esa odatda demak dv ko'rinishda belgilayman. Demak, bizga yordamchi funksiyalarni nima deb belgilab olsak, demak u barobar arc sinus kvadrat x ga teng. dv esa o'z-o'zidan ko'rinadi dx ga teng. Demak, bizga yordamchi demak bo'laklab integrallashdi. Foydasiga keladigan bo'lsa, mana bu formula demak bizga nima kerak? Mana du va v kerak. Mana shu yordamchi funksiyalarni aniqlab olamiz. Demak, bu arc sinus x ga teng. Demak, du, ya'ni ikkala tomonni x bo'yicha differensiyallayman. Bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun birinchi demak, uning darajasidan olinadi. 2 arc sinus x ko'paytirilgan ichkaridan hosil. Ichkaridan hosil arc sinus bu bizga ma'lum. dx ta'sir ildiz ostida 1 minus
x kvadratga teng. Bu o'sha differensiyallash jadvalidan ham ma'lum. Endi ikkinchi tomondan dv barobar dx. Mana e'tibor berayotgan bo'lsa, ikkala tomonini integrallasak, mana bu yerda yana birning integrali mavjud. Bu yerda demak differensial ozliklar v qatnashayotganligi uchun va integrali v ga teng, bu yerda x qatnashayotganligi uchun va x ga teng bo'ladi. Demak, bizga kerak bo'lgan asosiy detallarni mana bu topib oldik. Mana bu yana narsaga e'tibor berish kerak. O'zi aslida mana bu yerda x imiz. Xo'p. Nima o'zgaradi? Haqiqatan mana bu yerda biz umuman demak birni ola olmaymiz bu yerda. Demak x o'zgaradi mana. Xo'p. -1 dan to demak -1 dan 1 gacha. 1 dan 1 gacha. Faqat bu chetki nuqtalarni qabul qilmaydi. Chunki mana chetki nuqtalarni qabul qiladigan bo'lsa, u holda biz aniqlay olmaymiz. Ya'ni demak ildizodan nol son paydo bo'lib qoladi, o'rtasini nol, bu integralni aniqlanmagan bo'lib qoladi. Ana endi formaga keltirib qo'yadigan bo'lsak, bu nimaga teng bo'ladi? Yordamchi funksiyalardan u ko'paytirilgan v formulada uyimiz a sin kvadrat x, v esa x ga teng. U ko'paytirilgan v. Endi mana bu yerda qulaylik uchun mana bu x ni a sinusdan oldinga chiqaramiz. X ko'paytirilgan a sinus kvadrat x minus integral v du formulada. Buna e'tibor bersak, u v ni yozdim. Endi kerak bizga integral v du. V imiz teng x ga, du imiz demak 2 arc sinus x dx nasib yuzasida 1 minus x kvadrat. Bu ko'paytirilgan 2 arc sinus kvadrat x ko'paytirilgan dx nasib yuzasida 1 minus x kvadrat barobar. Mana bu yerda kvadrat bo'lmaydi. Kvadrat bo'lmaydi bu yerda. Chunki mana d ga e'tibor beradigan bo'lsak, bu 2 arc sinus x dx nasib 1 minus x kvadrat ketadi. Ana endi demak mana bu yerda yana integral ostida mana bunday funksiyaga ega bo'ldi. Buni demak buning uchun yana bir marta bo'laklash integral. Xo'sh. Demak mana bu yerda ikki o'zgarmas olmagan uchun integral xossasini tashqariga chiqaramiz. X ko'paytirilgan arc sinus kvadrat x minus 2 demak x sinus x ko'paytirilgan dx ta'sir yuzasidan 1 minus x kvadrat barobar. Endi shunga bitta almashtirish bajaramiz. Mana bu yerda x ni umuman minus 2x ni olib kelib mana bu differensial ortiga kiritaman. Differensial ortiga kiritaman. Va mana bu yerda yuzasida nima ifoda bo'lsa, xuddi shu narsani o'zini yozaman. Demak bizga bo'ladi x ko'paytirilgan arc sinus kvadrat x demak minus mana bu yerda minus bor. Bu minusdan ichkariga kirsa, demak bu yerda minus plus ishorasi qoladi. Plus integral arc sinus x 1 minus x kvadrat ta'sir yuzasidan 1 minus x kvadrat barobar. Demak mana bu minus 2x ni integral x differensial ostiga kirityapti. Bunda demak x bo'yicha osiladigan bo'lsa, demak bir osilasi differensialni olga teng, minus x kvadratga esa minus 2x ga teng. Mana shu narsani o'zi beradi. Ana endi mana bu yerda yana bir marta bo'laklashni amalga oshiraman. Buni demak yuqorida aytib o'tdik, agar teskari triangl funksiya kelsa, ux deb belgilab olamiz. Mana bu to'liq o'zini esa dv deb ko'rishni belgilab olamiz. Demak, teng x ko'paytirilgan arc sinus kvadrat x minus plus ishora bor bizda. Arc
arc sinus x bir minus x kvadrat asıl üstü bir minus x kvadrat. Barabar. O'zimizga kerak bo'lgan boyagi bir formulaga qo'yish uchun u hamda b'larni aniqlab olamiz. Yuqorida ham aytdim, demak mana buni arc sinus teskari trigonometriyaligi uchun u x deb yozamiz. Bu esa to'liq dv. Demak u teng bo'lyapti bizda arc sinus x. Agar u arc sinus x ga teng bo'ladigan bo'lsa, ikkala tomondan x bo'yicha differensiallasa du, ya'ni buning hosilasi. Yuqoridan keltirib o'tdim. dx taqsim yıldız ostida 1 minus x kvadratga teng. Demak dv bu yerda teng bo'lyapti d1 minus x kvadrat taqsim yıldız ostida 1 minus x kvadratga. Endi ikkala tomonni integralladigan bo'lsa v barobar. Xo'p. Mana bu e'tibor bergan bo'lsa, mana bu yıldız ostidagi differensial ostidagi funksiya bir xil funksiya. Ya'ni agar mana buni umumiy holda t deb belgilashtirsam, yuz ostida t paydo bo'ladi. Ya'ni u holda bunday ko'rinish oladi. dt taqsim yuz ostida t ko'rinish oladi. Demak bizga ma'lum bittasi yuz ostida t ning boshlang'ichi, demak 2 yuz ostida t ga teng. 2 yuz ostida t. T esa moslashda 1 minus x kvadratga teng. Mana v ni aniqlab oldik. Endi formulaga keltirib qo'yamiz. Birinchisining o'zi x ko'paytirilgan arc sinus kvadrat x. Formulada bir plus turibdi, plus ishorasi. U v uyum arc sinus x ga, v esa 2 yuz ostida 1 minus x kvadratga teng. 2 yuz ostida 1 minus x kvadrat ko'paytirilgan arc sinus x minus, endi formulada minus bor so'zi, integral v du. V mana ko'pirganimizdek 2 yuz ostida 1 minus x kvadratga teng. Ko'paytirilgan du esa dx taqsim yuz ostida 1 minus x kvadratga teng. Xo'p, mana yana ko'paytirib boshida aytdik. Xo'p. Mana x'imiz minus 1 oraliqda. Xo'p, shuning asosan mana bu ifodalarni normasi ikkalasi ham namoz bo'lgani uchun ikkalasini qisqartirib yoramiz. Demak, o'zaro teskari sonlar ko'paytmasdi. Bu holda qanday ifodaga bo'lamiz? Demak, x ko'paytirilgan arc sinus x plus 2 o'rtasida 1 minus x kvadrat arc sinus x minus integral 2. Demak, burada ikkalasidan bir qoldi. Ko'paytirilgan x barobar. Bir bor bu yerda. Demak, mana bu kvadrat mavjud. Hop. Mana ikki ko'paytirilgan bir dx barobar. Bu nima integral ostidagi o'zgan narsani ikki yerga teng bo'lganligi uchun buni to'liq yerdagisini tashqariga chiqaramiz. Demak, x ko'paytirilgan arc sinus kvadrat x plus 2 yuz ostida 1 minus x kvadrat arc sinus x minus 2 integral dx. Birning integral differensial ostida qanaqa funksiya qatnashsa, o'shaning o'zi bo'ladi boshlang'ich funksiyasi. Ya'ni mana buning o'rniga biz yozishimiz mumkin. Mana demak x deb. Demak, ham teng bo'lar ekan. Demak, x ko'paytirilgan arc sinus kvadrat x plus 2 yuz ostida 1 minus x kvadrat ko'paytirilgan arc sinus x. Bu ifodani o'zini yozib, minus 2x bo'ladi. Minus 2x. Plus qanday? Set o'zgarmas son. Demak, misol 2da biz keltirgandik, buyidagicha funksiyani integrallashni talab etgan edik. Arc sinus kvadrat x dx. Bu barobar ekan x ko'paytirilgan arc sinus kvadrat x plus 2 yuz ostida 1 minus x kvadrat arc sinus x minus 2x plus c. Yani mana bu berilgan
integral ostidagi funksiyaning sinusga teskari bo'lgan sinus funksiyaning kvadrati boshlang'ich funksiyasi, ya'ni aniqmas integrali mana shu ifodaga teng ekan. Qaytarib agar bundan hosil oladigan bo'lsak, mana shu integralni beradi. Demak, buni o'shiga mustaqil ravishda qabul etamiz. Xo'p, biz demak yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, mana umumiy holda bular kabi integrallashni ham aniq emas, ham demak aniq integrallashni keltiramiz. Umumiy holda mana bu demak slaydimizda teoremga keltirganmiz. Demak, aytaylik mana u barobar ux va b barobar bx funksiyalar va ularning hosillari qanday mana a b kesmadan uzluksiz bo'lsin. Teorema. Agar ux va bx funksiyalari va ularning hosillari a b kesmadan uzluksiz bo'lsa, u holda mana shunda ikki munosabat o'rnini bor ekan. Aslida mana bu ikki munosabatga xo'p aniq integral ikkita u va b funksiyalari uchun a b kesmadan aniq integralning bo'laklab integrallash formulasi ham deyiladi. Xo'p, demak teoremaga e'tibor beritgan bo'lsak, mana bu yerda u va b funksiyalar kesmada. Xo'p, o'zi demak kesmada uzluksiz bo'lishi kerak birinchi navbatda. Ikkinchi demak hosilasi ham albatta o'sha yerda uzluksiz bo'lishi kerak. Bu holda demak mana bu ikki tenglik o'rni bo'ladi. Ya'ni demak buni qilib ko'radigan bo'lsak, demek mana bu oralıqda u va b funksiyalarimiz umumiy holda demak uzluksiz va demek umumiylarimiz hosilasi uzluksiz. Agar mana shunday bo'ladigan bo'lsa, demak bu ikkalasidan olingan aniq integral, ya'ni a'dan b'gacha ux dvx uchun demak quyidagi formula o'rnini bo'lar ekan. Ko'paytirilgan b integral a'dan b'gacha minus integral a'dan b'gacha d bu demak aniq integral uchun bo'laklab integrallash formulasi. Xo'p, demak bu juda sodda isbotlanadi isboti. Xo'p, agar u va b funksiyalar uzluksiz mana hosillar uzluksiz bo'ladigan bo'lsa, bu ko'paytirilgan b a b oralig'ida demak hosilasi uzluksiz bo'ladigan bo'lsa, demak buni integral ham mavjud bo'ladi. Barobar hosilaning tarifi bilan ikkita funksiya ko'paytmasining hosilasi a'dan b'gacha udan hosilar ko'paytirilgan dx plus yana a'dan b'gacha uning o'zi ko'paytirilgan b'dan hosil barobar. Buni yozish mumkin. A'dan b'gacha mana bu yerda ko'rib turibmiz, integral ostida funksiyaning hosilasi. Shu a'dan integralning hosilasiga ko'ra buni differensial qilsak, bu funksiyaning o'zi o'tadi. Ya'ni b du plus yana a'dan b'gacha u dv. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Xo'p, ikkinchi tomondan a'dan b'gacha u b'ning hosilasi dx bu teng bu ko'paytirilgan d. Ya'ni buni o'zi demak hosilasi qilib tashlayapti. Demak, mana shu hosil olgandan keyin hosil bo'ladigan funksiyani boshlang'ichi u ko'paytirilgan b'ni o'ziga teng. Bu demak a'dan b'gacha. Demak, mana bu topib olgan ifodani mana tengligimizga keltirib qo'ysak, biz quyidagi ifodani olgan bo'lamiz. Ko'paytirilgan b chegara a'dan b'gacha
integral a'dan b'gacha v du plus a'dan b'gacha u dv. Bundan yana kelib chiqish mumkin mana. Biz demak mana u dv mana ikkinchi tengligi e'tibor bersak, ikkinchi tenglik uning tomonidan chap tomonida demak integral a'dan b'gacha ux dvx paydo bo'ladi. Biz mana shuni topa olsak, a'dan b'gacha u dv bu teng bo'ladi. Bu ko'paytirilgan v chegara a'dan b'gacha minus integral a'dan b'gacha v du. Ya'ni ikki tenglikni olgan bo'lamiz. Demak, shu bilan demak isbot yakunlandi. Demak, biz mana shunday aniq integralni shundan keyin isbotlaymiz. Bitta misol ko'ramiz. Misol demak quyidagicha integral berilgan. Birdan y gacha del x dx. Xo'p, biz mana e'tibor bersak, mana bu yerda aytdik. Mana bu yerda demak slayd ham aytib o'tganmiz. U va v funksiyalar shu kesmada uzluksiz bo'lishi kerak. Bizda u x ni o'rniga e'tibor beradigan bo'lsak, u x imiz teng ln x, x imiz esa o'zgaradi birdan y gacha. Bu funksiyamiz biz bilamiz bir y ya'ni 0 dan cheksizgacha bo'lgan holatda uzluksiz, xususan demak bir y kesmada ham uzluksiz. Ya'ni demak bunday xizmat tasvirlasak, x y bir nuqta bo'ladigan bo'lsa, bir nuqtadan o'tadi. Asosiy demak y birdan katta bo'lgan uchun o'suvchi. Elementar funksiyalar bunday ko'rinishdan funksiya. Xususiy holda umuman demak mana bu 0 dan cheksizgacha bo'lgan holatda uzluksiz. Xususiy holda birdan y, bu y demak taxminan 2.7 ga teng. Biz bilamiz uni. Ve mana shu holatda funksiyamiz albatta uzluksiz bo'ladi. Xo'p, v funksiyasi sifatida olamiz. Mana x ni. Chunki dv demak v imiz x ga teng, umumiy esa x ga teng. Ali x'imiz esa mana to'g'ri iborat. Uning grafiki. Bu butun sonlar o'qida yana -x dan +x gacha bo'lgan holatda uzluksiz. Xususan uning qismida ham bir y holatda ham albatta funksiya uzluksiz bo'ladi. Shunday ekan, demak aniq integral uchun mana bu integral uchun demak mana formulani qo'llay olamiz. Yana nimaga teng bo'ladi shunda? Mana yechish barobar u ko'paytirilgan v chegara a'dan b'gacha. U ning o'rniga ln x, v ning o'rniga esa x. Demak, x ko'paytirilgan x dan y'gacha minus integral birdan y'gacha x ko'paytirilgan du. Demak, mana bu uning bizga differensial. Demak, mana formulaga e'tibor beradigan bo'lsak, v ning o'rniga mana demak x ni yozdim. Ko'paytirilgan du. Du nimaga teng? Du barobar dx taqsim x. Buni hosil qilishi mana bu kiritgan belgilashuvlar x bo'yicha ikkala tomon differensialadi. Xo'p, demak uni o'rniga yozishim kerak. dx taqsim x barobar. Demak, mana bu yerda ko'payib kelayotganligi uchun biz teskari sonlar ko'paytiramiz, bizga ma'lum. Demak, starimiz birga bitadi. Xo'p. Bu yerda nima bor? Biz bilan birga x ko'paytirilgan x birdan y'gacha minus integral birdan y'gacha va barobar. Xo'p, Newton-Leibniz formulasi bizga ma'lum. Newton-Leibniz formulasi ma'lum. Aniq integralni hisoblashda birinchi x uni yuqori chegara minus quyi chegara bilan hisoblanadi. Ya'ni yuqori chegaramiz x ni joyiga y minus quyi chegaramiz birga teng bo'lganligi uchun 1 ko'paytirilgan bilan 1. O'rnida
ifodada minus kelyapti, minus ishorani o'zi minus. Endi birning boshlang'ichi, demak, mana bu yerda differensial ortda qanaqangi funksiya kelsa, xo'p, bu integralda qatnashadigan birning boshlang'ichi, demak, differensial ortda nima ishtirok etsa, demak, o'shaning o'zi bo'ladi. Ya'ni x endi chegara 1 dan y ga o'zgaradi. Barobar. Bu soddalashtirsak, bizga ma'lum, natural logaritmning asosi y ga teng. Shuning uchun logaritm a asosiga ko'ra a bu 1 ga teng bo'ladi, shuni mana bu ifoda 1 ga teng bo'lib ketadi. Logaritm a asosiga ko'ra 1 bu doimo 0 ga teng. Demak, biz hosil qildik y ko'paytirilgan 1 minus 1 ko'paytirilgan 0 minus bu yerda ham birinchi yuqori chegarani qo'yamiz. Minus misollarimiz formulasiga ko'ra keyin quyi chegarani qo'yamiz. Xo'p, shunday qilib biz quyidagi ifodaga ega bo'ldik. O demak, 1 kare y demak y ga teng minus 0 minus y plus 1. Bu bilan ketadigan bo'lsa, qisqarib o'zaro qarama-qarshi holda nima yechib ketadi? Bu hosil bo'ladi. Demak, shuning bilan biz nimadan hosil bo'ldi? Mana bu berilgan funksiyani, ya'ni integral osidagi natural logaritm x funksiyani x barobar 1 y hamda x barobar y orasidagi mana bu hosil bo'lgan shaklning mana bu y bo'shburchak hosil bo'ldi. Umumiy holda y esa bizni holimizda y bo'shburchak. Hop, mana shu bo'shburchakning yuzini topdik. Ya'ni yuzi hop, demak bu teng bo'ldi 1 ga. Ya'ni demak 1 dan y gacha x teng. Hop, talabalarning o'ziga demak mustaqil ravishda biz demak misollar olib kelganmiz. Quyidagi mana ln x 1 dan 2 gacha ln x dx va mana shu misollarni talabalarga mustaqil ravishda ishlashni tavsiya etamiz. Demak, shuning bilan biz umumiy holda integrallar uchun, ya'ni aniq masallar integrallar uchun bo'laklar integrallash usullaridan biri bo'lgan, demak, bo'laklar integrallash mavzusini to'liq yozib, isbot bilan berdik.